Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bunaqa videoni boshqa chiqarmasligingiz mumkin. Qiynalmayman boshqarishga. Miyani o'zida. Telefondan ham qilsa bo'ladi. Qancha ko'mir rasxod qilayotganini ham bilib tursa bo'ladi. Rostdan mana shu $100, $150 UPSni bepulga berasizmi? Har bitta kategoriyaga qo'shib? Har bitta kategoriyaga qo'shib beramiz. Faqat bu aksiyamiz 1-avgustdan 1-sentyabrgacha davom etadi. Demak, ertalabdan abidgacha boshqa gradus yoqadi. Abiddan keyin kechqurungacha boshqa, kechqurundan sovib ketganda boshqa. Shuni qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bundan tashqari yoshi katta otaxon, bolalar, ayollar ham boshqaraladimi? Manetda muncha ekan, metda muncha ekan. Nimaga u qimmat aytadi, u arzon aytadi. Bitta ashuni tushuntirib bering. Arzon, baribir. Arzon. Sifatli. Do'stlar, mana ofisdan chiqdik, showroomdan chiqdik. Zavodni ko'rgani kirib ketyapmiz. Hozir ichkaridan ham batafsil ko'rsatamiz. Bahrom aka, rostdan billa hamkorlikda ishlagan santexniklarga ikkita yangi damasni berib yuborasizlarmi? Beraveramiz aka. Qanaqa aniqlanadi? Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bunaqa videoni boshqa chiqarmasligingiz mumkin. Sababi akalar 2000 so'mdan uylarni isitadigan katyollarni zo'rini topib berganman. Biz akalar magazinda emasmiz, ikkinchi qo'lda emasmiz, do'konlarda emasmiz. Bitta ko'rsating, zavodini ko'rsating. Hozir ichkarida ishlab chiqarish jarayoni, ob'yem qanchalik kattaligi, hammasini batafsil tushuntiramiz akalar. 2000 so'm nimaga akalar? Undan tashqari svet o'chib bo'lsa ham rasxodlari, umuman ishlashi, garantiyalari haqida to'liq video olasiz. Mana shu videoni ko'rmasdan akalar umuman katyol olmanglar. Faqat shuni olinglar demaymiz akalar. Lekin sizlarga eng foydali bo'ladigan ma'lumotlar katyol olishdan oldin nimalarni bilishlaringiz kerak. Shu haqida video olamiz. Reklama ekanini o'tkazib yuborish yo'q akalar. Hammamizni boshimizda qishli kunlar kelyapti, sovuqlar. Bilib qo'ysalaring zarar qilmaydi. Hech bo'lmaganda bittadan like bosib, oldin Rossiya, Xitoy, Turkiyalardan kelgan katyollarni o'zbek tadbirkorlari qilib qo'yishyapti. O'zbekni poddeşga qilish uchun katyol kerak bo'lmasa ham bittadan like-ni bosib qo'ying. Bo'ldi akalar. Kommentariyada biz qoldirib ketgan savollar bo'lsa yozsalaring. Zavod egalari o'zlari javob berishadi. Hozir zavod egasidan to'liq ma'lumot olamiz. Like bosish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Bahrom aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bahrom aka, bu yilgi qishga nima yangiliklar qildi aka? Bu yilgi qishga yangiliklarimiz juda katta bo'lgan aka. Miyalarimizda 2026-yil katyolimiz. Miyalarimizda katta yangilik bo'lgan. Miya ruscha, o'zbekcha bo'ladi. O'zbekchasi ham bor. Ha, o'zbekchasi ham bor. Keyin kunduzgi kechki rejimi ham bor. Plus bunkerga o't ketib qolsa, terma datchik qo'yganmiz mana. Mana uni datchik ko'rsatinglar shuni. Ashi o'tkazmaydi. Ha, o'tkazmaydi. Agar bu tarafga ma'lum bir gradus qo'yiladi, mana bu gradus shu bunkerda gradusi, shuni biz 100 gradusga qo'yib qo'ysangiz, masalan, 100 gradusga borganda o'zi avtomatik ishlaydida, yongan ko'mirni ichkariga tashlab beradi. Aka, buni miyasini olgandan keyin qiynalmayman boshqarishga, oddiymi bu? Ha, bu juda sodda qilingan. Eng asosiylari mana fasadiga qo'yib qo'yganmiz. Ichida endi bola o'ynamasligi uchun eng qolgan funksiyalarda 12 xil funksiyasi bo'lsa, eng asosiy 3 tasi fasadga qo'yilgan, qolgan 12 tasi ichkarida. U juda vajniy narsa emas. Tushunmay qolgan xonasiga mana servis nomerlarimiz bor. Ustida bor nomerlar. Telefon qilishsa tushuntirib beramiz 100%. Keyin buni afzallik taraflari juda ko'p. Misol, ba'zi oilalarda kunduz odam bo'lmaydi-yu. Katyol 60 gradus yoqayotaversa ortiqcha rasxodda. To'g'ri. Ham yozgi qish kunida kunduzda quyoshli bo'ladi bizda ko'proq. O'sha hisobiga misol kunduzgiga alohida gradus, kechqurunga misol 7 gami, 5 dan keyin boshqa gradus qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Miyani o'zida. Telefondan ham qilsa bo'ladi. Telefonda qilsangiz bo'ladi. Misol telefonda qilib, misol telefonda mana shu narsalar telefonda ham bor. Wi-Fi bo'lsa bo'ldi. Wi-Fi orqali boshqarsa bo'ladi. Amerikada turib ham shu narsani boshqaraverasiz. Uyingizni gradusini ko'rib turaverasiz. Bilib tursa bo'ladi. Qancha ko'mir rasxod qilayotganini ham bilib tursa bo'ladi. Qancha ko'mir rasxod qilyapti turganini endi har xil, endi uni ham harakatini qilyapmiz maksimal darajada rasxodini ham topishlikka. Lekin hozir 100% bunda rasxod ko'rmaydi, lekin graduslarda hamma yo'lda boshqa sirkulyatsiyadan chiqadi, boshqarib tursa bo'ladi. Demak, ertalabdan abidgacha boshqa gradus yoqadi. Abiddan keyin kechqurungacha boshqa, kechqurundan sovib ketganda boshqa. Shuni qilsa bo'ladimi shu narsa? Akalar, zo'r yangilik bo'libdi. Agar ishda bo'lsangiz, tashqari sovib ketgan bo'lsa, telefondan ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. Ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. Ko'tarib. Bunaqasi bo'lmagan akalar. Bittadan like-ni bosinglar. Undan tashqari yoshi katta otaxon, bolalar, ayollar ham boshqaraladimi? Bemalol boshqa. Chunki o'zbekcha-da. O'zbekcha. O'qishni biladigan odam boshqaradi, bemalol. O'qishni biladigan odam bemalol boshqarsa. Shu rejimi, mana shunday rejimi hammasi o'zbekcha bo'lgan. Bu katyol bor-ku. O'rta Osiyo, O'zbekiston uchun maxsus bu. Maxsus. Ha, bu ana chetdan kelib o'rganish shart emas buni. Misol o'zimizda bor, mana olsa, hamma yo'q o'zbekcha. O'sha
Rossiyanikiga ham, Polshani katyollari bilan kerak bo'lsa birga bir Birga-bir undan ham kerak bo'lsa effekt yaxshi. Akalar bittadan like bosinglar, o'zlaring bilsalaring kerak. Turkiyada o'zidan chiqqan mashina bo'ladimi, bitavoy texnika bo'ladimi, luboy narsani chet elniki bilan yonma-yon tursa, chet elnikidan qimmat bo'lsa ham o'zinikini oladi. Chunki bir-birini paddesha qilishadi Turkiya. O'zbeklardan paddesha qilsalaring bo'ladi. Sababi hech qanaqa chet elnikidan kam emas. Polsha, Turkiya, Xitoy, Rossiya olib kelib solishtiraverasiz. Bemalol raqobatlashaveradi. Aka, yana odamlar nimani bilish kerak? Katyola olishdan. Menga bugun kecha telefon qildi-da bittasi. Telefon qilib turib, "Mana yerda muncha ekan, men yerda muncha ekan. Nimaga u qimmat aytadi, u arzon aytadi." Bitta ashuni tushuntirib bering. Arzon, Arzon. sifatli. Ha, 100 so'mlik narsa 100 so'm. Bitta ichidan ham 5 so'mlik, 5 so'mlik. Qarang. Ichkarilari polni to'rlikdan bo'lgan. Mana oddiy misol, katyolga misol, mana bu ruchkalarigacha plastmassa. Odamlar qo'li kuymasligi, komforti garaj uchun. Bunga ham teploman deb yozganmiz. Bu ham o'zimiz maxsus chiqaramiz. Keyin plastmassasi ham o'sha issiqqa chidamli. Erib ketmaydi. Issiqqa chidamli yaxshi plastmassada bo'lgan. Mana bu vakuum ham mana bitta bekilganda mana qiynalmay bekiladi. Men xuddi shu narsani aytdim o'sha odamga. Bitta ochib yopib ko'ring dedim. Arzon katyolingizni dedim. Keyin bunday qimillatib ko'ring eshigini dedim. Farqi bor dedim. Bitta mana shuni o'zida farq qilsangiz bo'ladi. Keyin miya mana. Buni o'tgan yilgi, undan oldingi variantimiz bu. Uylan bormi bundan yo faqat bundan sotiladimi? Endi bundan sotamiz faqat bundan sotamiz. Faqat mashinadan sotamiz. Buni to'g'ri o'tdi. Bu ham takomillashgan zo'r bo'lgan. Bu undan ham takomillashgan. Undan ham yaxshi bo'ldi. Yildan-yilga. U hozir o'sha 800 dollar, 1000 dollarlik katyollarda dioddan yig'ilgan miya. U narsa o'zimiz ham ishlatganmiz, 3-4 yil oldin qo'yganmiz. Juda muammosi ko'p. Kuyib olishdan har bitta katyolga bir marta servis qilardik. Mana miyani qo'yganimizdan keyin kerak bo'lsa, shu yerda turib, telefonda turib, miyasiga kirib turib, regrab kontrol qilib beryapmiz. Buni ham garantiyasi bor-a? Garantiya 1 yil zavodda o'zi garantiya beradi bu narsaga. Qarang, birinchi miyaga qaradik, ikkinchi ochilib yopilish va vakuum bo'lishiga qaradik. Uchinchisi listlarga qaradik. Listlari, asosiysi listi, to'rli listdan, garaj listdan bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin utublenasi. Mana bu ichi bor-ku, polniy stiklovata bilan afishka bo'lgan. Bu ichkarida 400 gradus bo'ladimi, 500 gradus bo'ladimi? Mana ushlasangiz, qo'lingiz kuymaydi. Mashq holatda turadi. Mo'nda ham farqi bo'ladi. Mana shular kraska, oddiy mana kraskasini ham qarang. Anaqa tunikadan o'rab qo'yilmaganda buni. Bu tunika emas bu. Tunika emas. Mana nechilik list? Birlik listdan qilingan. Birlik listdan bo'lgan. Keyin kraskasi ham 200 gradusda pishadi. Anaqa parashkovoy kraska bo'ladi. Qum bilan chachib turib, qizdiriladi. Shunaqa. Katyolga shuni ishlatish kerak-da, to'g'ri? Mana shuni ishlatish kerak. Bu standartlarga javob beradigan narsa. Standartga javob. Dunyo mana shuni ishlatadi. Yevropa polni. Endi ham turbali, ham kitobli. Kitobli. Birinchi qator turba qilganmiz. Birinchi qator nagar bosmaydi. Chunki o't yaxshi yonib turgan hisobiga. Keyin garlikanamiz ham 10 lik listdan bo'lgan. 10 lik list, yana garlik. Ko'pchilik 8 lik ishlatishadi, biz 10 lik qilamiz. Garlikaga kerak bo'lsa 10 yil garantiya beraveradi. Garlika 10 yil yoqib beradi. Masalan, chugun deydi. Chugun ham o'sha gradusga chidaydi, bu ham o'sha gradusga chidaydi. Erib ketmaydi, yonmay qolmaydi. 10 yil xizmat qiladi. Sinib ketmaydi asosiysi. Zo'r, pastdan kulini oladimi? Pastni ham kengina qilganmiz. Kunlari bemalol olinadi. Kunlarini olinadi. Yana aka, keyin bunkeri, misol balat времени qo'yib qo'ydi xatkada, keyingi joyiga oldi. Bunkeri aqa-baqa, misol neudobniy bo'lib qoldi. Yechib turib, to'rtta bolt bilan bu tarafga o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Mana bu tarafda alohida joy. O'ngdan ham, chapdan ham qilsa bo'ladi. O'ngdan ham, chapdan ham bunkerini qilsa bo'ladi. Qoyil lekin. Hamma yo'g'ini o'ylaganmiz-da. So'rayman, valli bir xilgi joyda mos kelmaydi-da. Santexnik vaqa o'rnatib qo'ygan bo'lsa, vaqa ko'chirish hojati bo'lganda, yaqingina vaqa ulab bersa bo'ladi. To'rtta bolt bilan katyol almashtirish shart emas-da. Necha kilo ko'mir sig'adi aka? Bunga aka 120 kilogacha ko'mir sig'adi. 130 kilogacha ketaveradi. Past ekani, balat past ekani. O'sha uklon bo'lgan hisobiga bunkerda hajmi kichraymagan. Uklon bo'lgan hisobiga pasaygan. Endi buni ayollar qaraydi-ku, oilada. Masalan, o'zimda erkak tirikchilik bilan. Erkak katyolga ham qarab, ishni ham qilish kerak-ku. Bunga ayollar qaraydi, shuni oladi-da, yengil soladi. Ko'p joyda 300 taliklar mana shu bo'ylab ketgan. Oldingi o'zimizniki ham katyoldan baland turadi-da bunker. Chunki ishini taydi. Keyin qopni oladi, paqirga soladi, paqirda mana qilib basharasiga uradi changi. Mana bunda zo'r. Nima qiladi? Usti ham kirolmaydi. Qo'y. Удобный narsa.
yopishadi, keyin mana olding misol mana shu nimasigacha e'tibor berganmiz, ko'ryapsizmi? Aqa tashlab yubormaydi o'zini. Ha. Qopqoq. To'xtaydi. Stopi bor. Bo'ldi mana. Mana to'xtaydi, keyin Hozir men silindr qo'yib qo'ymayman. Silindr временный narsa-da u. U silindr baribir bir kun 100 marta 50 marta ochilgandan keyin qo'yib yuboradi. qo'yib yuboradi. Ham qaydan bekiladi. Mana bunda mana Bu katyol bilan birga tugaydi. qo'yiladi, birga tugaydi mana. Aka bu katyoldan uzoqqa jaraydi bu. Uzoqqa yaraydi. Buni yopib qo'ysa, umuman vakuum bo'ladi. Vakuum bo'ladi. Buni kerak bo'lsa bitta klientimiz kelib borsak, uy oshxona kuxnasiga qo'yib yuboribdi. Mana shundan zo'r turibdi-da. Shunaqa yaxshi qaraydi ekan. Shu buni ishlatishda ham misol ichini tozalamoqchi bo'lganda, mana bu yerda o'zi funksiyalarimiz bor. Bitta qizil knopkani bosadi, katyol to'xtaydi. Keyin spokойно eshigini ochgandan keyin changimaydi, netmaydi, usti rasvo bo'lmaydi. Shunga e'tibor bersa, masalan, katyolni shu o'chirish shart emas. Mana shundan nima bo'lyapti turgan, nima bo'lib ishlab turgan bo'lsa, o'sha to'xtab turadi. Met ochasidan tozalab olib turib, bekitib turib yana ko'k tugmani bossa, sразу ishga tushaveradi. Bitta knopka bilan yonib ketaverar ekan-da. Yonib ketaveradi. Muammosi yo'q ekan. Muammosi yo'q, tozalashda. Bahrom aka, endi qarang. Nimaga biz boshida 2000 so'mga uy isitishni boshladik aka? O'shani bitta tushuntirib beraylik. Mana shu eng kichkina katyolimiz. Bu katyolimiz 150 kvadratli katyolimiz. Sutkasiga 20 kilodan 40-45 kilogacha rasxod qiladi. Utubleniya yaxshi bo'lgan uy bo'lsa, kerak bo'lsa 2000 so'mdan ham kam rasxod qiladi. 2000 dan ham kam rasxod qiladi. Utubleniya bo'lgan bo'lsa, soatiga u. Soatiga. Soatiga. Chunki hozir ko'mirning narxi 1350-1400 so'm. 7000 kaloriya beradi. Qozog'iston Shivarkoli ko'miri, misol 1 kilo oshiq, 1,5 kilo salkam 1,5 kilo keladimi? 1,5 kilo ko'mir uyda utubleniya zo'r bo'lgan bo'lsa, bemalol 30 kilo bo'ladi shunda. 30 kilo. Sutkasiga 30 kilo rasxod qiladi. Kerak bo'lsa mana realniy kecha kuni u bitta klient keldi. Men deydi bitta bunkerda zapravka qilsam bir haftaga yetyapti dedi. Bir haftaga yetyapti. Utubleniya zo'r ekan. Utubleniya zo'r bo'lganda, u misol konditsionerda yoqqanda ham rasxod kam bo'ladi. Demak, utubleniya qiladigan bo'lsa 2000 dan ham ozroq rasxod qilaveradi. Qilaveradi. Misol uni orqasi stiklovata bo'lsa, tashqi tarafi bazalt bo'lsa, uy vashi chotki bo'ladi. Bizda oladimi katyolni, boshqasida oladimi? Rasxod kam bo'laveradi. Demak, ashunga katyol olgandan keyin e'tibor berib qo'yish kerak ekan-a. Bitta pechka bilan ham kerak bo'lsa 5 ta 6 ta uyni isitsa bo'ladi. Unaqada. Do'stlar, demak biz 1 soatiga hisoblab berdik. O'rtachasini oldik, plus minus bo'lishi mumkin. Havoda issiq sovuqligiga, keyin xonani utublit bo'lgan bo'lmaganiga qarab plus minus bo'lishi mumkin. Soatiga endi taqriban hisoblab oldik. Juda ham ko'pchilik soatiga hisoblab olar ekan. 10 ta xonasi bo'lsa, bitta xonaga hisoblar ekan. Bitta endi bu nechta xonani isitib beradi aka? Bu aka 150 kvadrat, endi uy utublinasi yaxshi bo'lgan bo'lsa 5 ta 6 tagacha. 5 ta 6 tagacha. Sredniy 4 ta 5 ta Vremenki uylar bo'lsa 4 ta 5 ta qo'ysa yetadi. 4 ta 5 ta uyga yetadi. Bahrom aka qarang. Buni 150 kvadratli deyapmiz. Endi ham 300 kvadratli olsam bundan ko'p rasxod qiladimi? Agar xona soni bir xil bo'lsa. Yo'q, bu sistemasi bunday narsa aka. Bu narsa uyingizdan kelyapti turgan, obratkadan kelyapti turgan issiqlikka qarab ishlaydi. Misol, uy sistema zo'r bo'lgan bo'lsa, issiqlik tez kelsa, buni olasizmi? 10,000 kvadratli olasizmi? 1000 kvadratli, 500 kvadratli olasizmi? Rasxodi bir xil. Bir xil. O'chadi, dam oladi, yonmaydi, kamera rasxod qilmaydi, ishlamaydi. Demak, bir yo'li keyinchalik qurilish qilsam 300 kvadratligini olib qo'yganim yaxshi ekanmi? Ha, misol joyingiz qilmoqchi bo'lsangiz, 300 kvadratli qo'yasiz yoki 400 kvadratli qo'yasizmi, rasxodda farq qilmaydi. Navrot kam bo'lishi mumkin. Xavotirlanish kerak yo'q ekan. 200 kvadrat joyga 300 kvadrat qo'yganingiz ma'qulroq. 200 kvadrat joyga 300 kvadrat qo'ysam, keyin yana 2-3 ta xona qo'ysam, bular isitaveradi yondan. Demak, rasxoddan yutkazmaymiz, navrot ortiqcha nimamiz bo'ladi. Endi aka, narxlarni aytamizmi? Narxlari endi kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda aloqaga chiqsalar, garantiyalari bor-a? Garantiyasi 1 yil elektronik qismiga garantiyasi bor, 2 yil temir qismiga garantiya servislari bor. 2 yil temir qismiga. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab yetkazilaveradi. O'zbek vodiy bu Toshkentgacha, xonadonlarigacha, shu obyektlargacha voha bo'ylab shahar markazi. Shahar markazlarigacha dastavka qilib beraveramiz. Dastavkalari bor ekan, butun O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa pastda raqam qoldirib qo'yapman. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, har bittasi narxlarini ham tushuntirishadi. Biz aytmagan savollar olib ketgan bo'lsa, bemalol bersalaring bo'ladi. Bahrom aka yana nimalar aytmadik aka? Endi UPS aytmadik. UPS yangilik qilib qo'yganmiz yana. yangilik. Juda katta yangilik bu.
Bu har bitta katyol uchun, xonadon uchun o'zi kerakli narsa. Buni vazifasi, misol akkumulyator bo'ladi yonida. Mana shu akkumulyator, masalan, kichkina akkumulyatorcha katyol uchun 2 soatgacha yara beraveradi. Kichkina akkumulyator. Mana shu narsa ham 2 soatgacha yara beraveradi. Buni 3-4 sutkaga, 1 sutka, 2 sutkaga ham qilsa bo'ladida buni. Ha, misol geliy akkumulyatorlar bor, shuni kattaroqlari quyosh panellariga qo'yiladi. Shundan olishsa, shunda 1 sutkagacha men o'zimni uyimda ishlatdim, 1 sutkagacha ushlab berdi. Divizor bo'lsa ham sho'rani? Aqlli divizorlar chiqib ketdi hozir. Ha, divizor bo'lsa yaxshi, endi divizorni kerak yo'q bu narsa bo'lsa. Chunki o'zi tok yig'adi. Misol bu ham stabilizator, ham UPS, inverter vazifasini bajarib beradi-da. O'chgani bilinmaydi. Приводном bor. Ha, misol o'chgani umuman bilinmaydi, sezmaysiz. Sraz avtomatik bo'ladi. Misol tok yongan taqdirda sraz zaryad berishni boshlaydi o'zi. Yo'q. Demak, svet o'chishdan qutular ekanda. Qutuladi. Akkumulyator tanlamaydi. Misol mashinada turgan akkumulyatorni ham olib kelib qo'yib ishlatib tursangiz bo'laveradi. Ha, plus minusni baka ulaysiz. Ba'zan tokku, katyoldan chiqib turgan tokni ulaysiz-da, ba'zan rozetkaga ulab qo'yasiz. Bo'ldi, bunga usta ham kerak emas bunga. Usta ham kerak emas ekan. Haqiqatda kerak emas ekan. Bitta ko'rsatingda mana akim tok ulangan joyini ko'rsating. Ulab qo'ysa bo'ldi ekan. Katyoldan chiqqan tok, o'zidan chiqqan tokni rozetkaga suqasiz, bo'ldi, tamom. Endi svet o'chsa, uy sovib ketmaydi. Sovib ketmaydi. Bu yerda 500 kvadratgacha bor ekan-a? Bu yerda 500 kvadratgacha, 2500 kvadratgacha nalichida bor. Nalichida bor. Ha, endi u yog'ini kelishgan holatda 5000, 10000 kvadratgacha tayyorlab beraveramiz. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Necha yildan beri yetkazamiz xonadonlarga? Pashti 5-yili menimcha. 5-yil bo'lsa, nechta katyol yetkazib bergansiz aka? 10 mingta oshdi shekilli. 10 mingta katyol O'zbekiston bo'ylab yetkazib bergansiz, oldini. Har bitta rayonga kirib bordik desak ham bo'ladi-da. Toshkent shaharlardan tashqari har bitta rayonga, o'sha Farg'ona shahriga ham kirib bordik. Qo'y. Shaharlarga. Aka, bitta zavodni ham ko'rsataylik. Bo'ldi aka. Do'stlar, mana ofisdan chiqdik, showroomdan chiqdik. Zavodni ko'rgani kirib ketyapmiz. Hozir ichkaridan ham batafsil ko'rsatamiz. Mana do'stlar, sklatlarga keldik. Nalichida nihoyatda ko'p ekan. Aka, nechta bor hozir mana shu yerda? Hozir 400 tami, shunaqa 400 ta oshchiqlar katyolimiz. O'tgan safar bundan ham ko'p edi. Bundan ham ko'p edi. Hozir tashqarida ham bor. Bolalar oldida ham, frachilar oldida ham 10 ta katyollar turibdi. Yana 200 tacha tashqarida turibdi. Haqiqatda tayyor, hozir sotib olsa qanchada yetib boradi aka? Misol vodiy bo'ylab bugun zakaz qilsa, ertaga yetib boradi. Ertaga yetib boradi. Voha tomonga endi mashina topishimizga qarab, ozgina plus minus 3-4 kun ichida yetib boradi. Shunaqa. Xudo xolasa, ko'rib turibsizlar akalar. Mana shu yerda terib tashlashibdi. 150 kvadratdan 500 kvadratgacha bor nalichida. Ha, nalichida hozir tayyor turibdi. Mana 2500 kvadrat ham bor, 1000 kvadratli ham bor. Zo'r, qo'y. Garelkalar ham o'zlaringda chiqadi. Garelkalar ham o'zimizda chiqadi. Hammasi o'zlarida chiqadi. Garelkani ham mana ko'ryapsiz, nimadir bo'lsa, shuni 4 ta bolt bilan bo'shaydi. Yangilab qo'yaveramiz. Yangilab qo'yaveramiz. Muammo yo'q. O'shaning uchun 10 yil ham garantiya beraveramiz. Bu necha kvadratli bu? 2500 bu. 2500 kvadrat. Ha, bu 25 variantimiz. Endi 26 yana ham yangilanadi. Buni juda ko'p joyga berdik o'tgan yil. Andijonda Ektor universitetga berdik, bir 6-7 ta kollejlarga berdik. Asosan davlat obyektlariga shuni olishyapti. Rasxodi xudo xolasa o'tgan yil 2 yildan beri beramiz, uyaltirgani yo'q. Uyaltirgani yo'q. Xizmat qilaveradi. Xizmat qilaveradi. Garantiyasi muhimi 10 yildan beri chiqaryapsizlar. Ha, biz temir sohasida o'zi 30 yillik stajimiz bor. Katyolga 5 yil bo'ldi. Katyolga 5 yil bo'lgan bo'lsa, akalar kecha boshlagan yoki 20-30 ta katyol sotgan joyda bas biz. Zavodda biz har yili minglab katyollar sotishadi. Mana o'zidan ham ob'yomni ko'rib turibsizlar. Parashkovoy kraska deganimiz mana shu yerdami aka? Hammasi parashkovoy kraska bo'ladi. Mana bu yaxshi tarafi rangi o'zgarmaydi. Issiqlikka chidamli. Issiqlikka chidamli, ha? Keyin salga shilinib ketmaydi bu narsa. Mana shu yerda kraska jarayoni shu yerda bo'ladi. Mana shu pechkasi. Kraska jarayoni bu yerda bo'ladi. Bu mana shu listlar katyolli listlarimi? Katyol listlar. Bular yarim tayyor holatida. Bahrom aka, rostdan billa hamkorlikda ishlagan santexniklarga ikkita yangi damasni berib yuborasizlarmi? Beraveramiz aka. Qanaqa aniqlanadi bunda? Yil oxirida eng aktiv ustalarimizni, santexniklarimizni yig'amizda katta tadbir qilamiz. Tadbir bo'ladi. Shu tadbirda aniqlaymiz, o'zlarini guvohligida
mashinalarimizni taqdim qilamiz. O'tgan yil ham berganmiz. O'tgan yil bitta berdik. Ha. Bu yilga ikkita qilib qo'yganmiz. O'tgan yil ham berishgan ekan. Halol hammani guvohligida tadbir qilinadi. Eng aktiv birga ishlagan santexniklar orasidan necha kishini tanlab olinadi? 10 kishi bitta mashinaga, keyingisi yana 10 kishi. Demak 20 kishi. Ikkala mashinaga 20. 10 kishi 10 kishidan kishigacha. tanlab olib turib, yilning oxirida bittadan Damas'da berib yuborishar ekan. Balki siz santexnik bo'lsangiz, sizga nasib qilib qolishi mumkin. Endi bitta Damas bilan chegaralanmaymiz. 3 ta iPhone 7'miz bor. iPhone 7 ham bor. S25 bor. S25. Keyin Umra safariga Umra ziyoratlarimiz bor. Keyin Vyetnamga yoki Tailandga yana bitta nimalarimiz bor. Bor. Demak, Teploman kategoriyalari bilan hamkorlikda ishlaydigan santexniklarimiz Damas ham yutib olishi mumkin, iPhone 17 ham yutib olishi mumkin, Umra safariga ham yo'llanmani yutib olishi mumkin. Keyin har bitta santexnikimiz quruq ketmaydi. O'sha har bittasiga sovg'amiz bor. Hammasiga rag'batlantiruvchi sovg'alar bor. Bor. Demak, Teploman bilan ishlasalaring, kam bo'lmaysizlar, xudo xolasa bee'tibor qolmaysizlar. Keyin mana shu narsani ham aytib o'tib ketaylik, Bahrom aka. Rostdan mana shu $100, $150lik UPSni bepulga berasizlarmi har bitta kategoriyaga qo'shib? Har bitta kategoriyaga qo'shib beramiz. Faqat bu aksiyamiz 1-avgustdan 1-sentyabrgacha davom etadi. 1-avgustdan 1-sentyabrgacha hamma kategoriyaga qo'shiladimi? Hamma kategoriya 150 talik olishadimi, 2,5 mingtalik olishadimi, qo'shib beramiz. O'zi bozordan olsa $100, $150ga tushadi. $150gacha sotilyapti hozir. $150gacha sotilyapti. Shu $150lik narsani 1-avgustdan 1-sentyabrgacha, 1-sentyabrgacha sotib olgan mijozlarga bepulga qo'shib Bepulga qo'shib beriladi. Kichkina kategoriya, katta hammasiga qo'shib beriladi. Bu ham maxsus tayyorlangan. Ichlari latrli, misli bo'lgan, maxsus o'zimiz 3-4 martadan qaytarib yuborib tayyorlatdik. Ichlari mana shu kategoriya uchun maxsus chiqarilgan. Maxsus chiqarilgan. Umuman odamni qiynamaydi, sodda narsa. Demak, har bitta kategoriya olgan odamga kerak bo'ladi. Kerak bo'ladi. Svet o'chganda ishlaydigan narsa. Bu chunki buni yaxshi qilishimizdan maqsadimiz bu yaxshi ishlasa kategoriya buzilmaydi, netmaydi, umri uzoq bo'ladi. Zo'r. Qoyil akalar.